Assalomu alaykum, hurmatli Surxon Fasad YouTube kanalimiz a'zolari va bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib boruvchilar. Mana bugungi videomiz 2026-yil 26-yanvar kuni olyapmiz. Ya'ni Gipki Kamin fasad aboylarimizdan bitgan xonadonimizdan video qilyapmiz. Bu uyimiz Qo'rg'on tumanida bitdi. Hozir ustalarimiz laklash jarayoni bo'lyapti. Lakini ursak bo'ldi, bu uyimiz bitgan holatga keladi. Bu uyimizni 3 xil ranglarda ishlab berdik. Sariq, sherry, qora ranglarda ishlab berdik. Mijozimizning talablariga binoan shunaqa ishlandi. Bu uyimizda ko'cha qismi, ichkari qismlarini ham hozir ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Do'stlar, 26-yilga birinchi bitgan uyimizni syomka qilyapmiz. Kanalimizga ham anchadan beri qo'ymay ketgan edik. Mana endi bu yildan xudo xolasa uzluksiz videolarimiz chiqarib boramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomerlari qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib, podpiska bo'lib qo'ysangiz, qilayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz. Mana bu yoqlar esa uyimizning ichkari qismi, naves tomonlar. Darvozadan kirganda naves telefonlar bitgan. Bu yoqda ham bitta ustamiz laklash ishlarini olib boryapti. Uyimiz bitgan, faqat lagi qolgan. Lagini ursak bo'ldi. Uyimizda hovli ko'rinishi. Bu yoq yoni uyimizni, bu yoq oldi mana. Oldi ko'rinishi. Mana naves tagida darvozaxona. Darvozaxonadan kirish holati. Bu yog'i yana shu ko'cha qismiga chiqamiz, ko'cha qismi. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, podpiska qilib qo'ysangiz xursand bo'lar edik. Qilayotgan ishlarimizni birinchilardan kuzatib borasiz. Gipki Kamin fasad aboylarimiz, kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomerlari qoldiramiz. Bu 3 xil rangda ishlangan fasonimiz. Ranglari juda ko'p. Kim qanaqa rang xohlasa qilib berishimiz mumkin. Istalgan rang va istalgan fasonlarda ishlab beramiz. Taglari kafil bo'lgan, granit kafil. Tepasi Gipki Kamin qilib berganmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga sog' bo'ling, salomat bo'ling.